Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Ushbu loyiha Xalq bank hamkorligida Surxondaryo viloyati Qiziriq tuman Mustaqillik mahallasida joylashgan 3000 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda ko'kat ekinlari ekilgan. Maydon jami 19 gektardan iborat. Ushbu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirgi vaqtda gullash davrida 30 kun davom etadi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 19 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Nobir Fayz MJJ ishlab chiqarish kooperativ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 7 tonna hosil, jami 133 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirilib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yerdan samarali foydalanish yo'lga qo'yilgan. Ikkinchi ekinga biz yeryong'oq mahsulotini yana ekmoqchimiz, ular yuqori daromad keltiradi. Shu ishlarni amalga oshirmoqdamiz.